bizga quvvat beradigan narsalar ko'p. Ana shu narsalarni yozib chiqish kerak. Inson ko'rib turishi kerak. Qayerda quvvat olaman? Charchoqni fiziologikmi yoki patologikmi shuni bilib olish kerak. Yoki o'ta kam harakat ham charchoq olib keladi. Bular haqida bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sog'lom fikr, sog'lom tana kursimizga qatnashishingiz mumkin. Qarab ko'ring-da, kimgadir qanaqadir yaxshilik qilganingizdan keyin o'zingizni boshqacha bir quvvat his qilasiz. Nega doim charchab yurasiz? Bironta ish qilmasangiz ham ertalab turiblar, hali hech narsa qilmasdan turib charchoqni his qilish mumkin ba'zilar. Ba'zilar aytadiki, kun davomida avvallari shu qiladigan ishlarim bir xil, charchamasdim, hozirga kelib charchab qolaman degan savollarni berishadi. Charchoq ham juda ham bir keng mavzu, lekin asosiy sabablarni aytib o'tishga harakat qilaman. Charchoqni avvalambor charchoqni fiziologikmi yoki patologikmi shuni bilib olish kerak. Patologik deb uzoq vaqtdan beri to'xtamasdan charchayotgan odamga aytiladi. Misol uchun bir haftada yurib bir kun yaxshilab charchab qolgan inson bunda ko'rib chiqish kerak, hafta davomida vaqtlarini yoki qilayotgan ishlarini noto'g'ri taqsimlayotgan bo'lishi mumkin. Sababi mana qarang, siz bugun mehmon kutsangiz yoki bir juda ham bir kuchli bir qanaqadir faoliyat yuritsangiz, balkim qanaqadir yig'ilishga borarsiz yoki juda katta konferensiyalar o'tkazish mumkin, hammada har xil. Mana shunaqa paytlarda inson har doim faol bo'ladi va ya'ni butun tanasini shunga qaratgan bo'ladi. Bunaqa paytda bor kuch shunga ketadi. U kechasi bilan nima qilishini o'ylab chiqadi, ertasi kuni har bitta holatini, harakatini o'ylab chiqadi. Ya'ni bu juda katta quvvat talab qiladi. Ertasi kuni charchab kun davomida dam olib yotishi bu normal holat. Chunki kecha shu mehmon kutdi, nimadir qanaqadir faoliyat, kuchli faoliyat olib bordi. Mana shuni mahsuli bo'lishi mumkin. Endi inson bir xil hayotda doim charchayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Jismda qidirib ko'rish kerak. Bu tanada hech qanday kasalliklar yo'qmi? Shuni bilish kerak. Agarda tanaga kerakli narsalar beriladigan bo'lsa, ya'ni oziqlanish, o'sha jismoniy mashg'ulotlar, vaqtida uxlash, bularni beriladigan bo'lsa, tanada charchoq bo'lmaydi. Chunki shunchaki masalan oziqlanishni oladigan bo'lsak, oqsil moddalarni kam iste'mol qilish ham charchoqqa olib keladi. Yoki o'ta kam harakat ham charchoqqa olib keladi. Inson harakatda faqat qon aylanadi. Qonni quyilib qolishi ham charchoqqa olib keladi. Shuning uchun birinchi jismdan qidiriladi charchoqni. Keyin psixologik jihatlarda, ya'ni psixikasidan qidiriladi desak ham bo'ladi. Uning charchatadigan omillarni topish kerak. Yonidagi muhit, oldidagi insonlar. Biz bilmaymiz-ku, shunaqa insonlar bor, oldida o'tirsangiz, hech narsa yo'q, xuddi siqilgan limon singari charchab qolish mumkin-da. Buni tushuntirib berish bundoq qaraganda qiyin, lekin ana shu inson bilan o'tirganda juda katta quvvat yo'qotib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun muhitni qarash kerak va doimiy ravishda qo'rquvlarni bo'lishi. Mana shu qo'rquvlar nihoyatda charchoq keltirib chiqaradi. Ayniqsa kelajakdan qo'rquv, ertangi kundan qo'rquv, kasallikdan qo'rquv, kimnidir yo'qotishdan qo'rquv, o'limdan qo'rquv. Bunaqa paytlarda inson oldiniga ongsizlikdan onga chiqarib olish kerak, nimadan qo'rqayotganini. Bunda mutaxassis yordami ko'pincha kerak bo'ladi. O'zi yengib o'tishi ancha qiyinroq, chunki psixologik jihati qiyinroq. Har doim aytaman, psixika aldashi mumkin, tana aldamaydi. Tana aldamagan uchun tananikini bartaraf qilish osonroq. Charchoqda ko'rish kerak gormonal o'zgarishlarni. Misol uchun qalqonsimon bez faoliyati tushib ketgan paytda yod yetishmovchiligi, qalqonsimon bezning gormonlarini o'zgarishlari ham charchoqqa olib keladi. Yoki buyrak usti bezida qandaydir o'zgarishlar bo'lishi charchoqqa olib keladi. Mana shuni bu ham bundoq qarasa tanadagi holat. Lekin gormonal o'zgarishlarni albatta endokrinolog bilan birga ishlanadi. Gormonal o'zgarishlar bartaraf qilmasdan turib charchoqqa davo berish qiyin. Va ko'p holatlarda hamma har xil preparatlar iste'mol qilishi mumkin. So'rab ko'rish kerak, qanday preparatlar iste'mol qilasiz. Misol uchun juda ko'p qon bosimini pasaytiradigan dorilar yoki statinlar yoki boshqa bir
kasalliklar tufayli qabul qilayotgan dorilar, mana shu anamnez deyiladi buni, ya'ni shu tarix yig'ilishi kerak. Nima dorilar ichasiz, qaysi payt ko'p charchaysiz, nimadan keyin ko'p charchaysiz, kun tartibingiz qanday, oilaviy muhitingiz qanday. Albatta to'g'ri savol berilganda charchoqni qayerdaligini, sababini topish oson bo'ladi. Sababi topilgandan keyin ishlash ham oson bo'ladi. Chunki sabab bor joyda uni bartaraf qilish oson. Agar sabab bo'lmasa, uni bartaraf qilish qiyin, chunki oqibat bilan ishlaganingizda, hozir ishlab turganingizda oqibatni yo'q qilish mumkin, bartaraf qilish mumkin. Lekin to'xtash bilan yana sabab turibdimi, yana kelib chiqaveradi. Misol keltiraman. Bir tajribamda bir ayol kelganda, bundoq qarasam, analizlar hammasi yaxshi. Gormonal fon yaxshi. Va lekin charchatadi, meni charchatadi, ko'p charchayman degan so'zlarni ko'p aytdi. Qarab chiqadigan bo'lsam, sekin savollarni bersam, u yashayotgan muhit uni charchatib qo'yar ekan. Doimiy ravishda unga qo'yilgan talablarni juda ham yuqoriligi va uni ulgurmayotgani va to'xtamasdan dakka eshitayotgani, o'sha qaynasidan, eridan dakka eshitayotgani uni charchatib qo'yayotgan ekan. Ko'ryapsizmi? Hali tanaga tushib ulgurmagan. Tanada gormonal o'zgarishlar yoki fizik o'zgarishlar, ya'ni tanani o'zida qanaqadir kasalliklar hali kelib chiqmagan, ammo lekin shuni o'ziyoq charchoq beryapti. Bundoq qarasangiz, bu psixikada yotibdi. Shunchaki qiladigan ishlarimga yaxshi so'z eshitmagandan keyin qilgim kelmay qolgan degan so'zni aytmoqda. Mana shu muhitdagi holatlarni charchoq chaqirishi juda ko'p uchraydi. Endi yana bir charchoq borki, bu norma ham hisoblanadi. Tanadagi kasallik davom etgandan keyin va uni sababi topib yechilgandan keyin tana ikki xil fazada, aktiv fazada va tuzalish fazasida bo'ladi-ku. Ana shu tuzalish fazasidagi charchoq u sal boshqacharoq bo'ladi. Inson qanaqadir charchagani bilan uni qattiq xavotirda bo'lmaydi. Bundoq qarasangiz, ushlab ko'rsangiz tanasi issiq turadi, ishtahasi yaxshi bo'ladi, ko'p uxlagisi keladi. Ya'ni o'sha kasallikni faol davridagi holatni tiklab olish uchun bu kerak vaqt. Misol keltiraman, kechaginda rosa ko'p yurdi deylik. Misol uchun inson qayergadir shu piyoda borish kerak bo'ldi. 6-7 kilometr yurib bordi. Ertasi kuni charchab, yotib tiklanishi bu normal holat. Bunday holatlarda inson kecha rosa ko'p yurib bordim-da, 7-8 kilometr bunaqaga o'rganmagandim, shuning uchun charchab qoldim deb hatto to'g'ri qabul qiladi. Bunaqa qattiq qayg'urmaydi ham nimaga shunaqa bo'lyapti ekan deb. Chunki u biladi, 2-3 kundan keyin yana o'z holatiga qaytadi. Mana bu paytda bu tuzalish fazasi deymiz, yana tiklanish fazasi deymiz. Ya'ni organlarimiz o'z funksiyasini tiklayotgan bo'ladi. Charchoq haqida yanada yaxshiroq bilmoqchi bo'lsangiz, kasalliklarning fazasi deb gapirib o'tdim. Faol fazasi, tuzalish fazasi, bular haqida bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sog'lom fikr, sog'lom tana kursimizga qatnashishingiz mumkin. Bu yerda yana batafsil berib o'taman. Kursda o'qiganlar umuman charchashdan qo'rqmay qo'yishgan, chunki ular sababini bilib turishadi. Endi charchoqda nima qilish kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Agar har doim sizda to'xtovsiz charchoq qiynayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda gormonal fonni ko'rish kerak, ya'ni gormonlarni tekshirib ko'rish kerak. Qon analizi, qalqonsimon bez gormonlari, buyrak usti bez gormonlari va ikkinchisi kun tartibini o'zgartirib ko'rish kerak, kun tartibiga qarash kerak, oziqlanishga e'tibor berish kerak. Balkim ko'p uglevodlar yeb, oqsillarga e'tibor berilmayotgandir. Keyingisi muhitni qarash kerak. Muhitda qaysi holatlarda charchash ko'p bo'ladi, kim bilan, nima qilgandan keyin, qaysi vaqt va beshinchisi bizga quvvat beradigan narsalar ko'p. Ana shu narsalarni yozib chiqish kerak. Inson ko'rib turishi kerak, qayerda quvvat olaman. Misol uchun o'zimga yoqimli inson bilan gaplashib o'tiribmi yoki o'zimga yoqqan bir qanaqadir ma'noli kino ko'rishmi yoki shuna ko'chaga chiqib sayr qilib kelishmi 1 soat, 2 soat. Kimgadir jismoniy ozgina zo'riqish quvvat berishi mumkin. Yana kimgadir yashab o'tgan hayoti haqida bir yaxshi kunlarini eslash quvvat berishi mumkin. Kimgadir kitob o'qish, ya'ni yozib chiqish kerak, menga nimalar quvvat beradi deb. Va inson har doim quvvatni o'zi yaxshi tomondan olishga harakat qilishga, birovdan yoki qanaqadir bir yomonlik qilib emas, bunaqa yaxshi emas tomondan olish ham mumkin-da. Harakat qilish kerak va bundoq qaraydigan bo'lsak, quyoshda shunchaki sayr qilib yurishimiz o'zi juda katta quvvat beradi.
va yana kimgalargadir yaxshilik qilishimiz, mana qarab ko'ring-da, kimgadir qanaqadir yaxshilik qilganingizdan o'zingizni boshqacha bir quvvat his qilasiz. Mana shu holatlar yoki kimgadir yaxshi bir so'rab kelganda hech narsa maslahat ham bermasdan, gaplashib ham o'tirmasdan, nasihat ham qilmasdan turib, shuni yaxshi tinglovchi bo'lib bersangiz ham nafaqat unga, o'zingizga ham quvvat bo'lishi mumkin. Albatta, o'zini quvvati yaxshi, ya'ni o'zida keraklik quvvati bor bo'lgan inson boshqaga bera oladi. Inson o'zida bo'lmasdan turib birovga hech narsa bera olmaydi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Hozir men aytib o'tgan har bitta qismni to'g'ri olib borishga o'sha tanani, aqldagi quvvatni, emotsional quvvatni va ruhiy quvvatni to'ldirib borish yo'llarini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Mana shunda inson har doim quvvatda bo'ladi. Va yana bitta narsa, yaxshi gumonda bo'lish, yaxshilikni o'ylash kerak har doim. Chunki yomon narsalarni o'ylash, yomon narsalarga qarash, o'zi yaxshi yomonga bo'lish o'zi nisbiy, yoqimsiz insonga yaxshi emas emotsiyalar, tuyg'ular chaqiradigan narsalardan uzoqroq turish kerak. Endi ilojisi yo'q bo'lib qolgan holatda bo'ladi. Misol uchun kimnidir yaqini vafot etib qolishi mumkin. Bu hamda olib qaraganingizda yaxshi emas holat, bu ilojsiz holat. Inson baribir qayg'uradi, g'am chekadi. Lekin mana shunga ham ortiqcha berilib ketish kerak emas-da. Bu foniy dunyoda hamma o'tkinchiligini tushunib tursak ham ba'zida o'zimiz juda ham qayg'urib yuboramiz-ku. Xuddi bizni qo'limizdan nimadir kelib olib qoladigandek. Mana shunaqa holatlarga ham e'tiborli bo'lish kerak. Ya'ni inson o'tirib, sekin o'ylab ko'radigan bo'lsa, mening quvvatimni olayotgan asosiy faktorlar nima desa, albatta javob topadi.